Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 2025-yil 16-sentyabr sanasida mana olma 1 gektar olma bog'damiz. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Bu videomiz sizlarga foydali va kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu 1 gektarlik olma bog' mana ko'rib turibsizlar, gullavorgan kuz faslida. Buni sababi suv yaxshi ichmaganligi uchun chanqoqlikka chalingan bu. Shuning uchun bu mevali kurtaklar tez rivojlanib mana gullavorgan. Buni gullagani juda ham ziyon bu daraxt uchun. Nimaga desalaring, 2026-yilgi mevali kurtaklarni 2025-yilda mana ko'rib turganlaringda gullab mana berib o'tdi. Bu 2026-yilda bu daraxt meva qilmaydi. Sababi hozir mana ko'rib turganlaringda gullab mana 2026-yilgi hosili ham mana tugadi. Ko'pchilik sentyabr oyida nafaqat olma, boshqa daraxtlarda ham sug'orish sistemasiga ahamiyat bermaydi. Buning uchun daraxtlarni sentyabr oyida ham suvdan tortmasdan yaxshilab sug'orib, taylariga kerakli mineral o'g'itlarni solishlarini maslahat beramiz. Kimga ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, bizda barcha turdagi mevali ko'chatlar bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Katta gektarlarga ham bog' qilish xizmatlari bizda mavjud. Xudo xolasa bizdan ko'chat olib, bog' qilsalaring, ekkan ko'chatlaring bu holatda qarovsiz qolmaydi. Biz agrotexnikalarini, taylariga solinadigan dorilarini va boshqa maslahatlarni ham berib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, yangi bog' qilaman degan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yamiz.